Bugun Unique Academy'da debatning final bosqichlari bo'lib o'tadi. Demek 4 ta komanda bor. Demek ikkita hozir qizimiz chiqadi. Biletlar tortadi. Boshlang'ich ya'ni debatdagi ikkita ishtirokchi, ya'ni ikkita komandani aniqlab beradi va shu ikkita komanda mavzular bo'yicha jangga kirishadi. Komanda esa Blaze Unitedga Smurflar. Birinchi juftligimiz Blaze United jamoasi va Smurflar jamoasi. Birinchi o'rinda olgan komandaga 800 ming so'm pul mukofoti, ikkinchi o'rinda olgan komandaga 600 ming so'm pul mukofoti, uchinchi o'rinda olgan komandaga 400 ming so'm pul mukofoti. Bundan tashqari eng yaxshi spikerga o'zimizning maxsus sovg'amiz bor. Hammaga omad. U misol uchun o'sha komandada plyus bo'lishi mumkin. Misol uchun yaxshi bir introduction maker zo'r xulosalovchi bo'lmasligi mumkin. Ya'ni uni bunga qo'yib qo'ysa, ertaga u nima deydi, komanda shu xato bilan ya'ni yutkazib qo'yishi mumkin. O'shuning uchun komanda sardorlariga ham qaysidir ma'noda ko'p narsa bog'liq. Xo'p. Hisob-a? Raqam aka. My name is Igor and our club name is Tarzana, the introduction speaker. See him again. Hi everyone. Animal testing. Animals are solution and existing Hozirda birinchi o'yinning yarim final bosqichi o'z nihoyasiga yetdi va hakamlarimiz baholash mezonlarini muhokama qilmoqdalar. All precedent judges will be talking in English, alright? The topic is itself very controversial. Keyingi juftligimiz Prime Squads jamoasi bilan Diamonds jamoasi. white zealots shouldn't neglect textbooks. Debatimizning finalchilari ma'lum bo'ldi va hozir ularning fikrlarini bilamiz. Debat haqida fikringiz? Debatlar juda ham zo'r o'tyapti. Hozirgina zamon yutdik, Blaze komandasini yutdik va bu o'yin finaldagi o'yin bo'ldi. Raqiblar tanisizlarmi? Raqibimiz Diamonds komandasi, u juda yaxshi va yaxshi competition bo'ldi. Shu paytgacha nechta jamoa yutdilar? Ikkita komandamizda bu finalga chiqdik. Debat juda ham yaxshi bo'lyapti. Biz Smurflar jamoasi bilan o'ynadik va finalga chiqdik. Smurflar jamoasi ham yaxshi argumentlar berdi va biz ham yaxshi argumentlar berib, biz finalga chiqdik. Finalgacha nechta jamoalar tushdilar va ular qaysi jamoalar? Finalda Astapol jamoasi bilan tushib, ularni mag'lub etdik. Yarim finalda Smurflar komandasi bilan tushdik va ulardan ustun keldik.
3-chi o'rin uchun debatimiz o'z nihoyasiga yetdi va hakamlarimiz baholash ishlarini davom ettirishyapti. It's a very big margin. Big margin means big difference. They also did quite, he just said, great. Thank you so much. Very interesting. Wow. Fighting game happening. Hammamiz sekin yildan yilga, oydan oyga xatolarimizni ustida ishlaymiz, qoidalarni buzganligimiz haqida eslaymiz va keyingi nimalarda yuqori o'rinlarga olishni o'ylab yana keyingi ishtirokchilar hammaga omad tilaymiz. Hammalarga qatnashganlar uchun rahmat aytayotgan. Juda qiziqarli bo'ldi. Ko'p rahmat. Xudo xohlasa keyingi safar bundan ham zo'r qilamiz. Va bundan ham yaxshi, bundan-da ko'ra yaxshiroq qatnashasizlar degan umidamiz. Rahmat hammalarga. Unique Academy'da men 2 yildan beri o'qiyman. Muhammad Ali domlada juda ham yaxshi. Debate musobaqasida Unique Academy'da birinchi marotaba qatnashdim va o'ylaymanki bu debate'da juda ham zo'r bo'ldi. Yaxshi kayfiyatlar va qarshi jamoalardan yaxshigina do'stlar orttirdik. Prime Squad'da Squad degani to'rtlik degani, Prime o'zi juda zo'r davrlar degani, 4 ta yaxshi davr shunaqa degan ma'noda anglatadi. Yutdinglar, 8 o'yin mukofotda. Shuni nima qilasizlar? Endi bo'lishamiz endi. Bo'lishdik, hozir bo'lishib bo'ldik. Ismim Jahongir, Prime Squad jamoasi lideriman. Unique Academy'da 2 yildan beri tahsil olaman. Debate musobaqasida birinchi marotaba qatnashdim. Debate'da birinchi o'rinni oldik. Bunga sabablar birinchidan Muhammad Ali domlam. Domlamga kattakon rahmat aytaman. Keyin tashkilotchilarga, avvalambor Ochilbek aka kattaroq rahmat. Bunaqa tadbirlarni ko'proq o'tkazib kerak deb o'ylayman. Bilasizlar, Unique Academy'ning 3 ta filiali bor: Andijon, Jalaquduq va Xo'jobod filiallari va keyingi 2026-yildagi debatlarimiz shu filiallar o'rtasida bo'ladi. Shu kabi qiziqarli eventlarda qatnashmoqchi bo'lsangiz, ya'ni MOOC, debat, so'zlar marafoni kabi ko'plab eventlarda qatnashmoqchi bo'lsangiz, albatta Unique Academy jamoasiga qo'shiling.